Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Yangi yil bilan xalqim. Barchangizga baxtli, barakali, sog'lom va xotirjam 2026 yil tilayman. Bugun men shunchaki bayram tabrigi aytib ketmoqchi emasman. Bugungi gaplarim har bir oilaga, har bir ota-onaga, har bir yoshga, har bir tadbirkorga, har bir haydovchiga, har bir talaba va nafaqaxo'rga tegishli. Chunki yangi yil faqat archa, sovg'a va dasturxon emas. Bu yangi qarorlar, yangi xarajatlar, yangi imkoniyatlar, yangi xavfsizlik masalalari va yangi mas'uliyat demakdir. Agar siz 2026 yilni tartibli, foydali va yo'qotishlarsiz boshlamoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun bayram kunlarida eng ko'p uchraydigan xatolar: pulni to'g'ri sarflash, oilaviy reja tuzish, xavfsizlik hujjatlar, qarzlar, firibgarliklar va yil boshida bajarilishi kerak bo'lgan amaliy ishlar haqida juda aniq gapiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar sizning oilangizga ham, yaqinlaringizga ham asq o'tishi mumkin. Avvallari yangi yil ko'proq oddiy bayram sifatida qabul qilinar edi. Odamlar 1-2 kun oldin bozorga borar, kerakli mahsulotlarni olar. Uyda dasturxon yozar, qarindoshlar bilan ko'rishar va bayram o'tib ketardi. Xarajatlar ham nisbatan oddiyroq edi. Ozroq go'sht, meva-cheva, shirinlik, bolalarga kichik sovg'a tamom. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Bozor narxlar tez-tez o'zgaradi. Onlayn savdo ko'paydi. Kreditda bo'lib to'lash odatga aylandi. Reklama bosimi kuchaydi. Har bir telefon ekranida chegirmalar, sovg'alar, aksiyalar. Faqat bugun oxirgi imkoniyat degan chaqiriqlar chiqaveradi. Odam bayram kayfiyatida bo'lgani uchun ko'pincha hisob-kitob qilmaydi. Natijada 3 kunlik bayram uchun 3 oylik budjetni sarflab yuboradigan oilalar ko'paymoqda. Yana bir o'zgarish shuki, bayram kunlarida xavfsizlik masalasi ham keskin muhimlashdi. Avval ko'cha-ko'yda oddiy salyutlar bo'lardi. Hozir esa kuchli pirotexnika vositalari, avtomobillar ko'pligi, bolalarning telefon orqali nazoratsiz muloqoti, soxta aksiyalar va internet firibgarliklari ko'paygan. Bir qarashda bayram, lekin ehtiyotsizlik bo'lsa, juda noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men ekspert sifatida shuni ko'p ko'raman. Odamlar muammo bo'lgandan keyin yechim qidiradi. Aslida esa bayramni ham, yangi yilni ham oldindan reja bilan kutib olish kerak. Shunda dasturxon ham fayzli bo'ladi, hamyon ham bo'shab qolmaydi. Bolalar ham xavfsiz bo'ladi. Yil ham tartibli boshlanadi. Birinchi navbatda yangi yil xarajatlarini aniq rejalash kerak. Masalan, oilada oylik daromad 5 million so'm bo'lsa, bayram uchun 2 yil bo'yi yoki 3 million so'm sarflash juda xavfli qaror. Chunki yanvar oyida ham kommunal to'lovlar bor, maktab xarajatlari bor, yo'l haqi bor, oziq-ovqat bor, dori-darmon kerak bo'lishi mumkin. Men tavsiya qiladigan oddiy qoida bor. Bayram xarajatlari bir oylik daromadning 20-25% dan oshmasin. Agar daromad 5 million so'm bo'lsa, bayramga 20 million yoki ko'pi bilan 20 million 2,5 ming so'm atrofida reja qilish oqilona bo'ladi. Keling, real misol olaylik. Toshkentda yashaydigan 10 kishilik oila bor. Ota-ona va 2 farzand. Ular bayram uchun bozorga chiqdi. 3 kilogram go'sht, 2 kilogram tovuq, meva, salat mahsulotlari, shirinliklar, ichimliklar, bolalarga sovg'a, uyga bezaklar. Taksi xarajatlari. Agar hech qanday ro'yxatsiz yurilsa, xarajat 2 million so'mdan oshib ketishi oson. Lekin oldindan ro'yxat tuzilsa, masalan, bizga 2 ta asosiy taom, 2 ta salat, 1 xil shirinlik, bolalarga foydali sovg'a, ortiqcha ichimliksiz bayram deb belgilansa, shu xarajat 1 million 100 ming yoki 1 million 300 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Farq deyarli 700 ming so'm. Bu pul yanvar oyida juda kerak bo'ladi. Ikkinchi muhim masala qarz va kredit. Bayram uchun qarz olish ko'p hollarda noto'g'ri. Ayniqsa telefon, qimmatbaho kiyim, hashamatli sovg'a yoki katta dasturxon uchun kreditga kirish xavfli. Chunki bayram kayfiyati 2-3 kun davom etadi. Lekin to'lov 6 oy, 12 oy yoki 24 oy davom etadi. Masalan, 4 million so'mlik telefonni bo'lib to'lashga olib, har oy 4 ming so'mdan to'layman deb o'ylaysiz. Lekin yanvarda isitish, gaz, elektr, oziq-ovqat, yo'l xarajatlari oshadi. Keyin fevralda maktab, martda boshqa xarajat. Natijada telefon sovg'a emas, bosim manbaiga aylanadi. Uchinchi masala, bolalar xavfsizligi. Yangi yil kuni eng ko'p e'tibor bolalarga berilishi kerak. Pirotexnika, elektr chiroqlar, archa o'yinchoqlar, issiq taomlar, tiqilinch joylar, bularning hammasida xavf bor. Men ota-onalarga doim aytaman, bolaga borma, ushlama. Yugurma deyishning o'zi yetmaydi. Nima uchun xavfli ekanini tushuntirish kerak. Masalan, salyut qo'lda portlasa, barmoqni jarohatlaydi.
elektr chiroqning simi ochiq bo'lsa tok urishi mumkin. Gavjum joyda adashib qolsang. Darhol forma kiygan xodimga yoki do'kon ichidagi mas'ul odamga murojaat qil deb aniq tushuntirish zarur. 4-masala sog'liq. Bayram dasturxonda ovqat ko'p bo'ladi, lekin organizmning imkoniyati cheklangan. Ayniqsa qon bosimi, qandli diabet, oshqozon ichak muammosi bor insonlar ehtiyot bo'lishi kerak. Bir kechada juda ko'p yog'li ovqat, gazli ichimlik, shirinlik iste'mol qilish ertasi kuni og'irlik, bosim ko'tarilishi, qorin og'rig'i, uyqusizlik keltirishi mumkin. Masalan, 25 yoshli odam qon bosim borligini biladi, lekin bayram kechasi tuzli salat, qovurilgan go'sht, shirinlik va gazli ichimlikni aralashtirib iste'mol qiladi. Ertasi kuni bosimi 1.7 mingga chiqadi. Shuning uchun bayramda ham me'yor eng katta madaniyatdir. 5-masala yo'l xavfsizligi. Yangi yil kechasida ko'plar mehmonga boradi. Kimdir mashina haydaydi, kimdir taksida yuradi. Eng oddiy, lekin eng muhim qo'yda. Charchagan. Uyqusiz yoki spirtli ichimlik ichgan holatda rulga o'tish mumkin emas. Bitta noto'g'ri qaror butun oilaning hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin. Agar mehmonga borish rejangiz bo'lsa, oldindan transportni belgilang. Qaytishda ko'ramiz degan gap ko'pincha muammo tug'diradi. Yaxshisi, kim haydashi, qachon qaytish, bolalar qayerda o'tirishi, xavfsizlik kamarlari taqilishi oldindan hal qilinsin. Agar sizda qarzlar ko'p bo'lsa, daromadingiz barqaror bo'lmasa, oilada kichik bolalar yoki keksa ota-onalar bo'lsa, siz bayramni albatta reja bilan o'tkazishingiz kerak. Bu xavotir emas, bu mas'uliyat. Masalan, oylik daromadi 4 million so'm bo'lgan oila 1.5 million so'm kommunal ijara yoki kreditga to'lasa, qolgan pulni bayramga sarflab yuborishi mumkin emas. Chunki yanvar oyida qo'lda pul qolmasa, odam yana qarz oladi. Keyin qarz ustiga qarz qo'shiladi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, ayniqsa savdo, xizmat ko'rsatish, yetkazib berish, restoran, taksi yoki onlayn savdo bilan shug'ullansangiz, yangi yil kunlari daromad ko'payishi mumkin. Lekin xatolar ham ko'payadi. Buyurtmalar ko'p bo'lganda hisob-kitob chalkashadi. Mijozlar bilan kelishmovchilik chiqadi. Tovar qaytarish masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun har bir buyurtmani yozib boring, narxini oldindan tasdiqlang. Mijozga yetkazish vaqti haqida aniq ma'lumot bering. Hozir yetkazamiz deb va'da berib 4 soat kechiksa mijoz ishonchini yo'qotasiz. Agar siz talaba yoki yosh bo'lsangiz, bayram bahonasida ortiqcha pul sarflash, shubhali yig'ilishlarga borish, noma'lum odamlarga karta ma'lumotlarini berish, ijtimoiy tarmoqlardagi soxta sovrinli o'yinlarga ishonishdan ehtiyot bo'ling. Masalan, siz 2026 yil aksiyasida 2 million so'm yutdingiz, kartangiz kodini yuboring degan xabar kelsa, bu deyarli har doim firibgarlik. Bank kartangizning SMS kodi, PIN kodi, ilovaga kirish paroli hech kimga aytilmaydi. Hatto u odam o'zini bank xodimi, tanlov tashkilotchisi yoki mashhur do'kon vakili deb tanishtirsa ham. Agar sizda oldindan yig'ilgan zaxira pul bo'lsa, xarajat ro'yxati bo'lsa, oilangiz bilan kelishilgan reja bo'lsa, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, shoshilinch qarzga ehtiyoj bo'lmasa, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin xotirjamlik beparvolik degani emas. Yangi yil kunlari eng tartibli odam ham ehtiyotkor bo'lishi kerak. Chunki xavf ko'pincha o'zimizdan emas, atrofdagi vaziyatdan keladi. Eng birinchi yashirin xavf chegirma illyuziyasi. Do'konlarda 7% chegirma. Ikkatasini olsangiz, bittasi bepul. Faqat bugun degan yozuvlarni ko'rasiz. Bunday aksiyalar orasida haqiqatan foydalilari bor, lekin hammasi ham emas. Ba'zan mahsulot narxi oldin sun'iy oshiriladi, keyin chegirma qilingandek ko'rsatiladi. Masalan, odatda 200 ming so'm turadigan buyum bayram oldidan 300 ming so'm deb yoziladi, keyin 230 ming so'mga chegirma qilinadi. Odam o'zini foyda ko'rgandek his qiladi, aslida esa ko'proq to'laydi. Shuning uchun xarid qilishdan oldin kamida 2-3 joydagi narxni solishtiring. Ikkinchi xavf, sovg'a tanlashdagi noto'g'ri yondashuv. Ko'pchilik sovg'ani qimmat bo'lsa yaxshi deb o'ylaydi. Aslida sovg'a foydali, mos va samimiy bo'lishi kerak. Bolaga juda qimmat telefon olib berish ba'zan yaxshi sovg'a emas, balki yangi muammo bo'lishi mumkin. Ko'p vaqt ekranda o'tiradi, darsdan chalg'iydi, internet xavflariga duch keladi. Buning o'rniga yoshiga mos kitob, sport anjomi, ijodiy to'plam, foydali kurs, oilaviy sayohat ham juda qimmatli sovg'a bo'lishi mumkin. 3-nuanja oziq-ovqatni saqlash. Bayramda ko'p taom pishiriladi, lekin ularning hammasi ham xona haroratida uzoq turishi mumkin emas. Ayniqsa mayonezli salatlar, go'shtli taomlar, sut mahsulotli shirinliklar tez buziladi. Kechasi dasturxonda qolgan salatni ertasi kuni yana iste'mol qilish
oshqozon zaharlanishiga olib kelishi mumkin. Eng yaxshi yo'l kamroq, lekin sifatli tayyorlash. Agar ko'p tayyorlangan bo'lsa, sovutgichga vaqtida qo'yish. Erta tongda holatini tekshirish hidida yoki ko'rinishda o'zgarish bo'lsa, afsuslanmay tashlab yuborish kerak. Sog'liq har qanday mahsulotdan qimmat. 4-nuanja uy xavfsizligi. Bayramda ko'pchilik uydan chiqib ketadi. Mehmonga, sayrga, tadbirga. Uyda elektr chiroqlar, archa bezaklari, gaz plitasi, isitgichlar qoladi. Chiqishdan oldin gazni tekshirish, elektr qurilmalarini o'chirish, deraza va eshiklarni yopish juda muhim. Ayniqsa arzon va sifatsiz girlyandalar uzoq vaqt yonib tursa, qizib ketishi mumkin. Archa yonda sham yoqish, bolalarni simlar bilan yolg'iz qoldirish, nam qo'l bilan elektr bezaklarini ushlash xavfli. 5-nuanja ruhiy bosim. Yangi yil arafasida odamlar ijtimoiy tarmoqlarda boshqalarning chiroyli dasturxoni, qimmat sovg'asi, sayohati, yangi kiyimi, yangi mashinasini ko'radi. Shunda ayrimlar o'zini kamroq his qiladi. Mening hayotim orqada qolyapti deb o'ylaydi. Bu juda zararli taqqoslash. Ijtimoiy tarmoqda odamlar odatda hayotining eng chiroyli qismini ko'rsatadi, qarzini, tashvishini. Ichki muammosini ko'rsatmaydi. Shuning uchun 2026 yilni boshqalarga qarab emas, o'z imkoniyatingiz va o'z maqsadingiz bilan boshlang. 6-nuanja hujjatlar va rasmiy ishlar. Yil boshida ko'pchilik pasport, ID karta, haydovchilik guvohnomasi, sug'urta, bank kartasi muddati, soliq yoki kommunal qarzlari haqida unutadi. Keyin kerak bo'lgan paytda shoshiladi. Masalan, kimdir yanvarda ishga hujjat topshirmoqchi bo'ladi. Lekin ID karta muddati tugaganini bilib qoladi yoki mashina sug'urtasi tugagan bo'ladi. Yo'lda jarimaga tushadi. Shuning uchun yangi yilning 1-haftasida hujjatlarni tekshirish odat bo'lishi kerak. 1-qadam. Oilaviy budjet ro'yxatini tuzing. Oddiy daftar yoki telefon eslatmasi yetadi. Bayram xarajatlari, yanvar majburiy to'lovlari, zaxira pul, sovg'alar, transport, oziq-ovqat deb alohida yozing. Har birining yoniga aniq summa qo'ying. Masalan, oziq-ovqat taqiqi ming, sovg'alar 400 ming, transport 500 ming, zaxira 500 ming. Eng muhimi, ro'yxatdan tashqariga chiqmaslik. 2-qadam. Bozorga yoki do'konga och qorin bilan va ro'yxatsiz bormang. Bu oddiy tuyuladi, lekin juda katta farq qiladi. Och odam ko'proq xarid qiladi. Bayram kayfiyatidagi odam esa kerak bo'lmagan narsani ham oladi. Ro'yxatda bo'lmagan mahsulotni olishdan oldin o'zingizga savol bering. Bu haqiqatan kerakmi yoki ko'zim qiziqyaptimi? 3-qadam. Bolalar bilan xavfsizlik suhbatini o'tkazing. Ularni qo'rqitmasdan, lekin jiddiy gapiring. Agar ko'chada adashib qolsang, menga qo'ng'iroq qilasan, telefon raqamini yod olasan. Begona odam bilan ketmaysan, pirotexnikani qo'lingga olmaysan, elektr simga tegmaysan deb aniq tushuntiring. Berilmagan kichik bolalarning kiyimiga ota-onaning telefon raqami yozilgan qog'ozni ichki cho'ntagiga solib qo'yish ham foydali. 4-qadam. Hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil sug'urtasi, texnik ko'rik, bank kartalari muddati, kredit to'lovlari, kommunal qarzlar. Bularni birma-bir ko'rib chiqing. Agar biror hujjat muddati tugashga yaqin bo'lsa, MyBokagov. Uz orqali yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga borib ma'lumot oling. Agar kommunal to'lov bo'lsa, rasmiy ilovalar yoki bank ilovalari orqali qarzdorlikni tekshiring. 5-qadam. Firibgarlikdan himoyalaning. Bank kartangizning SMS kodi, PIN kodi, ilova paroli, shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. Agar sovrin yutdingiz, karta blok bo'ldi, tezda pul o'tkazing, aks holda imkoniyat yo'qoladi degan xabar kelsa shoshilmang. Rasmiy bank raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank ilovasidagi ma'lumotni tekshiring. Havolalarga bosishdan oldin sayt nomini diqqat bilan ko'ring. 6-qadam. Sog'liqni birinchi o'ringa qo'ying. Agar sizda doimiy ichadigan dorilar bo'lsa, bayramdan oldin yetarli zaxira tayyorlang. Qon bosimi apparati, zarur dori-darmonlar, bolalar uchun isitma tushiruvchi vositalar uyda bo'lsin. Lekin o'zboshimchalik bilan kuchli dori ichmang. Zarur bo'lsa shifokor yoki tez yordamga murojaat qiling. Bayramda me'yor bilan ovqatlaning, suv ichishni unutmang, uyquni butunlay buzib yubormang. 7-qadam. 2026 yil uchun 3 ta asosiy maqsad yozing. Juda katta va muhim maqsadlar emas, aniq maqsadlar bo'lsin. Masalan, har oy 300 ming so'm jamg'araman. 3 oyda ingliz tilidan boshlang'ich kursni tugataman. Har kuni 30 daqiqa piyoda yuraman. Qarzlarimni jadval asosida kamaytiraman. Bolam bilan har kuni 20 daqiqa kitob o'qiyman. Maqsad yozilmasa, ko'pincha orzu bo'lib qoladi. Yozilsa, reja boshlanadi.
8-qadam yaqinlaringiz bilan aloqani mustahkamlang. Yangi yil faqat moddiy sovg'a emas. Ba'zan ota-onaga telefon qilib hol so'rash, aka-uka bilan yarashish, farzandga vaqt ajratish, turmush o'rtog'iga minnatdorchilik bildirish eng katta sovg'a bo'ladi. 2026 yilni xafagarchilik, araz, keraksizgina bilan boshlamang. Lekin bu degani har qanday nosog'lom munosabatga ko'z yumish degani emas. Hurmat, chegaralar va samimiyat birga bo'lishi kerak. 9-qadam, ish va biznes rejangizni qayta ko'rib chiqing. Agar siz ishchi bo'lsangiz, 2026 yilda daromadni oshirish uchun qanday ko'nikma kerakligini aniqlang. Kompyuter savodxonligi, til bilish, kasbiy sertifikat, mijoz bilan ishlash, savdo, hisob-kitob qaysi biri sizga foyda beradi? Agar tadbirkor bo'lsangiz, o'tgan yildagi eng ko'p foyda keltirgan mahsulot yoki xizmatni, eng ko'p zarar keltirgan xatoni yozing. Raqamlar bilan ishlamanguncha biznesni boshqarish qiyin. 10-qadam, uyda tartib qiling. Keraksiz buyumlar, eski qog'ozlar, yaroqsiz texnika, muddati o'tgan dorilar, buzilgan o'yinchoqlar, bular nafaqat joy egallaydi, balki ruhiy bosim ham beradi. Yil boshida uy tozaligi, fikr tozaligi ham ta'sir qiladi. Muhimi, hammasini bir kunda qilish shart emas. Har kuni 30 daqiqadan ajrating, bir hafta ichida katta o'zgarishni ko'rasiz. Menimcha 2026 yilni eng avvalo shukr, mas'uliyat va harakat bilan boshlash kerak. Shukr, bor narsamizni qadrlash. Mas'uliyat pul, vaqt, sog'liq va oilaga beparvo bo'lmaslik. Harakat faqat tilak aytib o'tirmasdan, har kuni kichik bo'lsa ham foydali qadam tashlash. Yangi yil kechasida hamma baxtli yil bo'lsin deydi. Lekin baxtli yil o'z-o'zidan kelmaydi. Baxtli yil tartibli qarorlardan, sog'lom odatlardan, to'g'ri hisob-kitobdan, mehrli munosabatdan, halol mehnatdan va ehtiyotkorlikdan boshlanadi. Agar biz 2026 yilda o'z pulimizni hisob bilan ishlatsak, farzandlarimizga vaqt ajratsak, ota-onamizni yo'qlasak, sog'lig'imizga befarq bo'lmasak, bilimizni oshirsak, jamiyatimiz ham kuchliroq bo'ladi. Men bugun sizga shuni aytmoqchiman. Yangi yilni hashamat bilan emas, mazmun bilan kutib olaylik. Dasturxon to'lib toshi shart emas, qalbda xotirjamlik bo'lsin. Sovg'a juda qimmat bo'lishi shart emas, samimiy bo'lsin. Rejalar juda katta bo'lishi shart emas, bajariladigan bo'lsin. Eng muhimi, oilamiz omon bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, farzandlarimiz sog'lom va bilimli bo'lsin. Aziz yurtdoshlarim, yana bir bor barchangizni yangi yil bilan tabriklayman. Baxtli 2026 yil muborak bo'lsin. Bugun men bayram xarajatlari, qarz va kreditlardan ehtiyot bo'lish, bolalar xavfsizligi, yo'l harakati, sog'liq, firibgarliklar, hujjatlar, oilaviy reja va amaliy qadamlar haqida gapirdim. Agar siz shu maslahatlarning hech bo'lmasa bir qismini bajarsangiz, 2026 yilni ancha xotirjam va tartibli boshlaysiz. Kommentariyada yozing. Siz 2026 yil uchun eng asosiy maqsadingizni nima deb belgiladingiz? Oilangiz bilan yangi yilni qanday kutib olyapsiz? Qaysi maslahat sizga eng foydali bo'ldi? Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa sizga sog'lik, baraka, tinchlik, halol rizq, oilaviy mehr va katta yutuqlar tilayman. Yangi yil bilan xalqim, O'zbekistonimiz tinch, xonadonlarimiz fayzli, 2026 yilimiz baxtli bo'lsin.